Xirurgik davolash bu davolash etapining oxirgi etapi hisoblanadi. Agarda bizning aholi, bizning insonlar, do'stlarimiz mana shu qanaqadir patologiyani, kasallikni agar operatsiyasiz davolash iloji bo'lsa, shundan foydalanganlari ma'qul. Abdominoplastika operatsiyasi qorin devorining oldingi qavatining teri va teri yog' osti qavatining osilishida, bizning meditsina tilida ptoz deb aytiladi. Shuning 4 ta turi mavjud, 3-chi, 4-chi turida qo'llaniladi. Bu xirurgik amaliyot aslida bir asrdan beri qo'llaniladi. Undan keyin bu operatsiyaga qo'shimcha qilib liposaksiya operatsiyasi qo'shildi, ya'ni teri yog' ostidagi yog' qatlamini so'rib olish. Endi har bir xirurgik amaliyotning o'zining aniq ko'rsatilgan ko'rsatmalari bor. O'sha ko'rsatmalari bo'lgandagina xirurgik amaliyot amalga oshirilishi kerak. Bu umumiy narkoz ostida bajariladigan xirurgik amaliyot hisoblanadi. Shuning uchun bu operatsiyani bajarishga mo'ljallangan klinikalarida davlat tasarrufidagi klinika bo'ladimi, xususiy klinika bo'ladimi? Bularda shuni bajarishga yaratilgan sharoitlar bo'lishi kerak. Ya'ni maxsus jihozlangan sterilizatsiya bloki, anesteziyologik reanimatsiya bloki va kasalni operatsiyadan keyin reabilitatsiya qiladigan sharoitlar mavjud bo'lishi kerak. Va shu operatsiyani bajarishga loyiq bo'lgan xirurglar guruhi bo'lishi kerak. O'shandagina operatsiyaning natijasi yaxshi bo'ladi.